Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Haqilobod tumanidagi tunaka fonishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga 0.35 listimizdan ishlatganmiz. Bu joyimizda ofishiy hisobda bu chekamiz 2 metr nari tomondan chekadan qaytgan, aylanasiga bo'lgan, ikkiga bu chekamiz bo'lgan. Ko'cha tomon hozir ko'rsatib o'taman. 75 kvadrat hisobda, list hisobida chiqqan. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha listimizni qalin yupqasiga qarab qilib beryapmiz. Listimiz 4 xil listimiz bor. 03, 035, 037, 04 listimiz bor. 04 listimiz eng qalin listimiz bo'ladi. 03imiz eng yupqasi bo'ladi. Shu yupqa qalinligiga qarab qilib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatimiz chetlarga, tog'ning narigi tomonlariga kvadratga qarab chiqaveramiz. Barcha xarajat ichida bo'ladi. Samariza, lisa, usta haqqi, tunaka, reyka, opshim hammasi ichida bo'ladi. O'zimiz olib boramiz. Mahsulotlarni o'zimiz olib borib, tayyorlab, chiroyli qilib beramiz. Xonadonda tayyorlamaymiz. Bizning seximiz bor. Sexda tayyorlatib olib borib, razmerlarni olgandan keyin hamma holatini hisobini olib turib, keyin tayyor mahsulotni olib kelib, shunaqa holatga olib kelamiz. Ekranlarga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, bemalol telefon qilaverasiz. Hozir ko'cha tomonini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu ko'cha tarafimiz. Bir xil fasonda bo'lgan 90 gradus novo qosh. Oqqa mokri ranglarimizdan ishlatganmiz. Chiroyli holatda, go'zal holatda bo'lgan. Uyda remontlari ham o'ta chiroyli. Oxiriga ish bizniki bo'ldi. Endi bu darvozaxonasini natijno qilaman deyapti akamiz, natijno qilib olaveradi. Tunaka fondi shu yoqdan keyin, mana bu travertindan keyin qilsak ham bo'laveradi. Mana holati o'ta go'zal bo'ladi. Endi travertindan keyin qilgandan ko'ra xatiyabi shu yoqdan keyin qilsak, ertaga masalan biz qilib ketganimizdan keyin shu yoqchilar shu yoqda shu yoq qilayotganda haligi cho'mishda otadi, boshqa bo'ladi. Bunga chachiradi-da. Shuning uchun imkon boricha shu yoq qildirib olsanglar yaxshi bo'ladi. Go'zal, chiroyli bo'lib, haligi artib tozalab, yuvib holatiga kelgizib beramiz. Shunday holatda bo'ladi-da bu. Ya'ni bizdan keyin shu yoq qilsa, baribir endi o'zini yo'qotishi mumkin holatini. Rangi o'chib ketmaydi, lekin baribir chachiradi, artadi, boshqa bo'ladi. Mana bu tiniq holatda turmaydi-da bu. Shuning uchun imkon boricha shu yoqni birinchi qildirib olib turib, keyin tunaka fonga aloqaga chiqsanglar, biz o'zimiz borib hisobini chiqarib, chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.